sayohatga faqat boylar chiqadi degan gapga hozir komandamizdan fikrlar eshitamiz. Ko'plarda miniyasida xayol bor, $500 tur kompaniya bersa, bizaga anaqa o'sha joyga olib borib, pulimizni burnimizdan chiqazib oladi-da 2000, 3000 ga tushirib yuboradi deydi. Yo'q. Og'a, iPhone olma, sayohatgacha. Bo'ldi, mana shu gap yetadi. Ozgina, minimal misol uchun $1000 dan $1,500 gacha puli bo'lsa ham bemalol chiqsa bo'ladi. Faqat boylar uchun emas-ku. Mana bu yerda hech kim boy emas. Kirim sayohatga chiqadigan odam, bizda ko'pchilik sayohatga ko'p pul ketadi deb o'ylaydi, lekin ko'p pul ketadi. O'rtacha hisobda 500 dan 800 gacha ham ketadi. Bir yilda bu investitsiyani qilsa, yaxshi bo'ladi. Lekin ko'p emotsiyalar, pulga sotib olib bo'lmaydigan darajada emotsiyalar. Bu tog' mana bunaqa dengiz biz olmaganmiz. Boshqacha butun umrda qimmatli investitsiya hisoblanadi o'zingiz uchun bu. Lekin yangi fikrlar, yangi g'oyalar, yangi insonlarni ko'rasiz. Yaxshi taassurotlar kelib chiqadi bunaqa sayohatga chiqqanda.